Diqqat bilan eshiting. Bugungi ma'lumot bevosita pul olayotgan, nafaqa, pensiya, ijtimoiy yordam, subsidiya yoki kompensatsiyaga tayanib yashayotgan oilalarga tegishli. Men bu mavzuni shunchaki vahima qilish uchun emas, odamlar o'z haqqini yo'qotib qo'ymasligi uchun tushuntiryapman. Hozir eng katta xavf shuki, ayrim fuqarolar pulni olishga haqli bo'lsa ham, hujjatdagi xato, ma'lumot yangilanmagani bank kartasi muammosi. Doimiy yashash manzili yoki daromad haqidagi noto'g'ri ma'lumot sabab to'lovdan vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Shuning uchun bu video hamma uchun muhim. O'zingiz olmasangiz ham ota-onangiz, qarindoshingiz, qo'shningiz yoki tanishingiz olayotgan bo'lishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday masalalarda oddiy odam tushunadigan tilda qaysi eshikka borish, qaysi hujjatni tayyorlash, qaysi xatoga yo'l qo'ymaslik kerakligini aniq aytib beraman. Bugun gap faqat pul haqida emas. Gap oilaning bir oylik ro'zg'ori, dori-darmon puli, bolalarning xarajati va keksalarning tinchligi haqida ketmoqda. Oldin ko'p hollarda odamlar bir marta ro'yxatga turgandan keyin to'lovlar davom etaveradi deb o'ylardi. Masalan, pensiya tayinlangan bo'lsa, har oy kartaga tushadi. Bolalar nafaqasi tasdiqlangan bo'lsa, muddat tugaguncha keladi. Kam ta'minlangan oila sifatida yordam berilgan bo'lsa, odam faqat pul tushishini kutadi. Lekin hozir tizimlar ancha raqamlashtirildi. Davlat idoralari, soliq, kadastr, bank, bandlik, mahalla, fuqarolik holati, migratsiya va boshqa bazalardagi ma'lumotlar solishtiriladi. Mana shu yerda muammo boshlanadi. Bir bazada sizning familiyangiz boshqacha yozilgan bo'lishi mumkin. Boshqa bazada eski pasport ma'lumoti turishi mumkin. Kadastrda sizning nomingizda uy yoki yer ko'rinib qolishi mumkin. Soliq bazasida siz ishlayotgan deb chiqishingiz mumkin. Aslida esa ishdan allaqachon chiqqansiz. Bankda karta muddati tugagan bo'lishi mumkin. Mahalla bazasida oila tarkibi yangilanmagan bo'lishi mumkin. Natijada tizim odamni avtomatik ravishda tekshiradi va shubhali holat chiqsa, to'lov kechikadi, qayta ko'rib chiqiladi yoki vaqtincha to'xtatiladi. Eng og'ir tomoni shuki, ko'p odamlar muammo nimada ekanini bilmaydi. Karta yo'niga boradi, pul tushmagan. Bankka boradi, bank bizga pul kelmagan deydi. Mahallaga boradi, tizimda tekshiruv ketmoqda deyishadi. Pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy himoya idorasiga boradi. Ma'lumotlaringizni yangilang deyishadi. Odam esa qaysi ma'lumotni, qayerda, qanday yangilashni bilmay sarson bo'ladi. Men tushuntirmoqchi bo'lgan asosiy narsa shu. Hozir xavf pul olish huquqi bor odamning ham to'lovdan uzilib qolishida. Sabab har doim ham odamning aybi bo'lmaydi. Ko'pincha sabab hujjat, ma'lumot, muddat, ariza yoki tizimdagi nomuvofiqlik bo'ladi. Birinchi navbatda ijtimoiy nafaqa olayotgan oilalar ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, bolalar nafaqasi, moddiy yordam, kam ta'minlangan oila sifatida beriladigan yordam, nogironligi bo'lgan shaxsga qarovchi oila a'zolari yoki uy-joy subsidiyasi olayotganlar. Bunday to'lovlarda oilaning daromadi, oila tarkibi, mol-mulk holati, ish bilan bandlik masalasi juda muhim. Agar oilada bir kishi ishga kirsa, bu ma'lumot tizimda ko'rinishi mumkin. Lekin u odam bir oy ishlab, keyin ishdan chiqqan bo'lsa ham, bazada hali band sifatida turishi mumkin. Shunda nafaqa qayta hisoblanadi yoki rad javobi chiqadi. Oddiy misol keltiraman. Bir oilada ona 2 farzandi bilan yashaydi. Bolalar nafaqasi oladi. Turmush o'rtog'i chet elga ishlashga ketgan, lekin rasmiy daromadi yo'q. Bir kuni oilaning nomiga qarindoshi eski avtomobilni vaqtincha rasmiylashtirib qo'yadi. Oila bu mashina bizniki emas, faqat nomimizda turibdi deb o'ylaydi. Tizim esa bunday tushunmaydi. Tizim mulkni ko'radi. Natijada kam ta'minlanganlik mezoniga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun odamlar mulk nomimda turaversin, baribir ishlatmayapman deb beparvo bo'lmasligi kerak. Ikkinchi guruh pensiya olayotganlar. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotganlar hujjatlariga e'tiborli bo'lishi kerak. Ayniqsa bank kartasi muddati, shaxsiy ma'lumotlar, yashash manzili va hayotlikni tasdiqlash bilan bog'liq masalalar muhim. Keksalar ko'pincha kartasining muddati tugaganini sezmaydi. Pul hisobga kelgan bo'lishi mumkin, lekin karta ishlamaydi yoki odam boshqa viloyatga ko'chib ketgan. Lekin ro'yxati eski joyda qolgan. Shunda xabarnomalar eski manzilga ketishi, tekshiruvlar esa eski hudud bo'yicha yurishi mumkin. Masalan, 68 yoshli otaxon pensiya oladi. U farzandining uyiga ko'chib o'tgan. Lekin doimiy ro'yxatini o'zgartirmagan. Bank kartasi ham eski filialdan olingan. Bir oy pul kechikadi. Oila darrov pensiyani kesib qo'yishdi deb vahimaga tushadi. Aslida esa karta yangilanishi, shaxsiy ma'lumot tasdiqlanishi
yoki manzil bo'yicha aniqlik kiritilishi kerak bo'ladi. Buni vaqtida bilgan odam 1-2 kunda hal qiladi, bilmagan odam esa haftalab yuradi. 3-guruh nogironligi bo'lgan fuqarolar va ularning qarovchilari. Bu yerda tibbiy xulosa nogironlik muddati qayta ko'rikdan o'tish sanasi juda muhim. Ba'zi nogironlik guruhlari muddatsiz bo'ladi, ba'zilari esa ma'lum muddatga beriladi. Agar qayta ko'rik muddati o'tib ketsa, to'lov avtomatik davom etmasligi mumkin. Odam mening ahvolim o'zgarmagan-ku deydi, lekin tizim hujjat muddati tugaganini ko'radi. Shuning uchun tibbiy mehnat ekspertiza hujjatlari, xulosalar guruh muddati doim tekshirilishi kerak. 4-guruh boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pul olayotganlar. Bu holatda farzandning yoshi, o'qishi, nikoh holati, hujjatlar juda muhim. Masalan, bola 21 yoshga to'ldi, lekin kunduzgi ta'limda o'qisa, ayrim holatlarda to'lov davom etishi mumkin. Biroq o'qish joyidan ma'lumotnoma vaqtida berilmasa, tizim bola voyaga yetdi deb to'lovni to'xtatishi mumkin. Bu yerda eng ko'p xato o'zi bilishadi deb kutishdi. Hech kim sizning holatingizni avtomatik ravishda to'liq tushunmasligi mumkin. Siz hujjat bilan isbotlashingiz kerak. 5-guruh subsidiya yoki kompensatsiya olayotganlar. Masalan, kommunal xarajatlar, uy-joy, ijara yoki boshqa ijtimoiy yordam turlari bo'yicha. Bu toifadagi odamlar shartlarni yaxshi o'qishi kerak. Chunki subsidiya odatda aniq mezonlar asosida beriladi. Daromad, yashash sharoiti, oila tarkibi, qarzdorlik, mulk, ariza muddati va hududiy talablar. Agar shartlardan bittasi o'zgarsa, to'lov qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Men odamlarga vahima qilishni maslahat bermayman. Agar sizning hujjatlaringiz joyida bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, oilaviy holatingiz o'zgarmagan bo'lsa, daromadingiz to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, muddati o'tgan ma'lumotnoma yo'q bo'lsa, siz shunchaki ma'lumotlaringizni tekshirib qo'ysangiz bo'ladi. Har bir tekshiruv to'lov kesiladi degani emas. Tekshiruvning maqsadi kim haqiqatan muhtoj, kimning huquqi bor, kimda xato ma'lumot bor, shuni aniqlash. Lekin men hech narsa qilmasam ham bo'ladi degan fikr xavfli. Chunki tizim odamning niyatini emas, hujjatini ko'radi. Hujjatda xato bo'lsa, siz haq bo'lsangiz ham isbotlashga vaqt ketadi. Masalan, siz ishsizsiz, lekin soliq bazasida faoliyatga tartibdagi tadbirkor sifatida turibsiz. Siz men ishlamayapman deysiz, tizim esa faoliyati bor deb ko'rsatadi. Bunday paytda faoliyatni to'xtatish, soliqdan ma'lumot olish yoki holatni rasmiylashtirish kerak bo'ladi. Birinchi nozik masala oila tarkibi. Ijtimoiy yordamda kim bir oila hisoblanadi, kim alohida hisoblanadi? Bu juda muhim. Ba'zi odamlar bir uyda yashaydi, lekin ro'yxatda boshqa joyda. Ba'zi odamlar ro'yxatda bir joyda, aslida boshqa joyda yashaydi. Tizim ko'pincha rasmiy ma'lumotga tayanadi. Shuning uchun u biz bilan yashamaydi degan gapning o'zi yetarli emas. Buni hujjat bilan tasdiqlash talab qilinishi mumkin. Masalan, kelin-kuyov ota-onasi bilan bitta uyda ro'yxatda turadi, lekin alohida ijarada yashaydi. Nafaqa so'ralganda tizim ota-onaning daromadini ham ko'rib qolishi mumkin. Oila biz alohida yashaymiz deydi. Bunday holatda ijara shartnomasi yashash joyi bo'yicha dalolatnoma, mahalla ma'lumoti yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Agar hujjat bo'lmasa, tizim sizni bitta xo'jalik deb ko'rishi ehtimoli bor. Ikkinchi nozik masala norasmiy daromad. Ko'pchilik rasmiy ish joyim yo'q, demak daromadim yo'q deb o'ylaydi. Lekin ayrim holatlarda bank aylanmalari, tadbirkorlik holati, ijara daromadi, mol-mulk, transport vositasi, yer maydoni kabi omillar ham tekshirilishi mumkin. Men bu yerda har bir pul kirimi daromad deb bo'linadi demoqchi emasman. Lekin izoh talab qiladigan holatlar paydo bo'lishi mumkin. Masalan, kartangizga har oy 3 million so'mdan pul tushsa, bu qarindosh yordami bo'lishi mumkin, lekin tizim yoki mutaxassis buni daromad sifatida savol qilishi ehtimoli bor. Shuning uchun katta pul o'tkazmalari bo'lsa, kelib chiqishini tushuntira oladigan bo'lish kerak. 3-masala mulk nomida turishi. Uy, yer, avtomobil, noturar joy, do'kon, issiqxona, yuk mashinasi, hatto ishlamayotgan eski transport ham ayrim mezonlarda ahamiyatli bo'lishi mumkin. Odamlar ko'pincha mashina yurmaydi. Uy akamniki faqat nomida, yer qarindoshlar uchun rasmiylashtirilgan deydi. Lekin davlat tizimida mulk kimning nomida bo'lsa, o'sha odam bilan bog'lanadi. Agar mulk aslida sizniki bo'lmasa, buni rasmiy ravishda tartibga keltirish kerak. Og'zaki kelishuv ijtimoiy to'lov masalasida yordam bermaydi. 4-masala. Bank kartasi va hisob raqam. Juda ko'p to'lovlar aynan texnik sabab bilan kechikadi.
karta muddati tugagan, karta bloklangan, bank hisob raqami o'zgargan, ism, familiya pasportdagi yozuv bilan mos kelmagan, telefon raqam boshqa odam nomida SMS xabarnoma ishlamaydi. Natijada odam pul tushmagan deb o'ylaydi. Birinchi tekshiradigan joy bank bo'lishi kerak. Karta faolmi? Hisob raqam to'g'rimi? Pasport ma'lumotlari yangilanganmi? To'lov qaytmaganmi? 5-masala muddat. Har bir yordam turi muddatsiz emas. Bolalar nafaqasi, moddiy yordam, subsidiya, ayrim kompensatsiyalar belgilangan davrga beriladi. Muddat tugaganidan keyin qayta ariza berish kerak bo'lishi mumkin. Odamlar esa eski qaror bilan pul kelaveradi deb o'ylaydi. Masalan, yordam 12 oyga tayinlangan bo'lsa, 13 oyda to'lov to'xtashi tabiiy. Bu kesish emas, muddat tugashi. Shuning uchun qaror qog'ozda yoki elektron xabarnomada qaysi sanagacha berilishi yozilganini tekshiring. 6-masala, appelyatsiya va e'tiroz berish huquqi. Agar sizga rad javobi kelsa yoki to'lov to'xtasa, bu yakuniy hukm degani emas. Siz sababini so'rashga, hujjatlarni qayta topshirishga, xatni tuzatishga, e'tiroz yozishga haqlisiz. Ko'p odamlar rad etildi degan xabarni ko'rib qo'l siltaydi. Aslida rad sababini bilib, bitta hujjat bilan masalani hal qilish mumkin. Masalan, daromad yuqori deyilgan bo'lsa, qaysi daromad hisoblanganini so'rang. Mulk mavjud deyilgan bo'lsa, qaysi mulk ekanini aniqlang. Oila tarkibi mos emas deyilgan bo'lsa, qaysi shaxs sabab bo'lganini bilib oling. Endi eng muhim qism nima qilish kerak? Men sizga aniq ketma-ketlik beraman. Birinchi qadam shaxsiy hujjatlarni tekshiring. Pasport yoki ID karta muddati, JSSHIR raqami, ism familiya yozilishi, tug'ilgan sana. Yashash manzili to'g'ri ekanini ko'ring. Yashash manzili to'g'ri ekanini ko'ring. Agar turmush qurgan bo'lsangiz, ajrashgan bo'lsangiz, farzand tug'ilgan bo'lsa, kimdir vafot etgan bo'lsa, bu ma'lumotlar rasmiy bazalarda yangilangan bo'lishi kerak. Oilaviy holatdagi o'zgarish ijtimoiy to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Bank ilovasiga kiring yoki bank filialiga boring. Karta muddati tugamaganmi, bloklanmaganmi, hisob raqam faolmi? Pasport ma'lumotlari yangilanganmi aniqlang. Agar karta muddati tugagan bo'lsa, yangi karta oching va to'lov beruvchi tashkilotga yangi hisob raqamni yetkazish kerakmi so'rang. Ayniqsa keksalar va nogironligi bo'lgan fuqarolarga farzandlari yordam berishi kerak. Chunki ular ko'pincha SMS va ilovadagi xabarlarni ko'rmay qoladi. 3-qadam, mahalla yoki ijtimoiy himoya bo'limiga boring. Men tavsiya qilaman. Shunchaki pulim tushmadi demang. Aniq so'rang. Mening to'lovim qaysi sabab bilan kechikdi yoki to'xtadi? Tizimda qaysi ma'lumot nomuvofiq chiqyapti? Qaysi hujjatni olib kelishim kerak? Shu 3ta savol muammoni tezlashtiradi. Chunki umumiy gap bilan borsangiz, sizni u idoradan bu idoraga yuborishlari mumkin. Aniq sababni yozdirib oling yoki kamida nomini bilib oling. 4-qadam, daromad va bandlik ma'lumotini tekshiring. Agar siz ishdan chiqqan bo'lsangiz, mehnat shartnomasi bekor qilingani rasmiy aks etganmi bilib oling. Agar yaka tartibdagi tadbirkorlik ochilgan bo'lsa-yu, ishlamayotgan bo'lsangiz, faol yoki nofaol holatini aniqlang. Agar nomingizda firma, patent, ijara daromadi yoki boshqa rasmiy faoliyat bo'lsa, bu ijtimoiy yordamga ta'sir qilishi mumkin. Kerak bo'lsa soliq organidan yoki my.gov.uz orqali ma'lumot oling. 5-qadam, mulk va kadastr holatini tekshiring. Nomimda nima bor deb bir marta aniqlash kerak. Uy, yer, avtomobil, noturar joy, ulushli mulk, merosdan qolgan mulk hammasi ko'rinishi mumkin. Ba'zan odam bilmagan holda meros mulkida ulushdor bo'lib qolgan bo'ladi. Ba'zan eski mashina sotilgan, lekin rasmiylashtirilmagan bo'ladi. Bunday holatlarda men sotganman degan gap yetmaydi. Rasmiy hujjat bilan nomdan chiqarish kerak. 6-qadam, oila tarkibini tartibga keltiring. Kim qayerda ro'yxatda, kim haqiqatda qayerda yashaydi? Farq bo'lsa hujjat tayyorlang. Bolalar tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, vafot etganlik guvohnomasi, o'qish joyida ma'lumotnoma, nogironlik xulosasi, aliment bo'yicha hujjatlar. Ijara shartnomasi kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjatni bitta papkaga solib qo'ying. Idoraga har safar bitta qog'oz izlab bormaslik uchun oldindan tayyor bo'ling. 7-qadam, ariza yozganda aniq yozing. Masalan, menga nafaqamni tiklab bering deb umumiy yozish o'rniga shunday yozish foydaliroq. Falon turdagi to'lovim falon oydan beri kelmayapti. Sababini yozma ravishda tushuntirib berishingizni, ma'lumotlarimni qayta tekshirishingizni va huquqim mavjud bo'lsa to'lovni tiklashingizni so'rayman. Arizada telefon raqam, JSSHIR, yashash manzili, to'lov turi va muammo boshlangan oy ko'rsatilishi kerak. Imkon bo'lsa, arizadan nusxa olib, qabul qilingan sanasini belgilatib qo'ying.
8-qadam. Yozma javob talab qiling. Og'zaki javob ertaga o'zgarishi mumkin. Yozma javob esa keyingi e'tiroz uchun asos bo'ladi. Agar sizga rad etildi deyishsa, rad sababi yozma bo'lishi kerak. Sababni bilmasdan muammoni tuzatib bo'lmaydi. Masalan, rad sababi daromad yuqori bo'lsa, daromad manbasini aniqlaysiz. Mulk mavjud bo'lsa, mulkni tekshirasiz. Hujjat yetishmaydi bo'lsa, kerakli hujjatni topshirasiz. 9-qadam. MyBank.gov. Uz va tegishli elektron xizmatlardan foydalaning. Hamma ham internetdan foydalana olmaydi, lekin oilada bir kishi yordam bersa, ko'p narsani uydan tekshirish mumkin. Ariza holati. Ayrim ma'lumotnomalar, shaxsiy ma'lumotlar, soliq va kadastrga oid ayrim xizmatlar elektron ko'rinishda olinadi. Agar internetdan foydalana olmasangiz, Davlat xizmatlari markaziga boring. U yerda ko'p arizalar va ma'lumotnomalar bo'yicha yordam berishadi. 10-qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. To'lovlar kechiksa darrov men tiklab beraman, kartangizni bering, SMS kodni ayting. Oldindan pul tashlang deydiganlar chiqadi. Hech qachon bank kartangiz PIN kodini, SMS kodini, mobil ilova parolini, pasport rasmini begona odamga bermang. Davlat to'lovi, nafaqa yoki pensiyani tiklash uchun SMS kod so'rab, kartangizdagi pulni yechib olishlari mumkin. Rasmiy idora hech qachon sizdan karta parolini so'ramaydi. Birinchi misol, 3 farzandli oila bolar nafaqasini olardi. Otasi mavsumiy ishga kirib, 2 oy rasmiy maosh oldi. Keyin ish tugadi. Lekin tizimda daromad ko'rinib, keyingi arizada oila rad javobi oldi. Ular nima qildi? Ish beruvchidan mehnat shartnomasi tugaganini tasdiqlovchi hujjat oldi. Soliq bazasida holatni tekshirtirdi. Qayta ariza berdi. Natijada masala qayta ko'rib chiqildi. Bu yerda asosiy saboq, vaqtinchalik ish ham tizimda iz qoldiradi. Ikkinchi misol, pensioner ayolning kartasi muddati tugagan. U pensiyamni kesishdi deb o'ylagan. Aslida pul hisobga kelgan, lekin karta orqali yechib bo'lmagan. Yangi karta ochilgach, muammo hal bo'lgan. Bu oddiy ko'rinadi, lekin amalda juda ko'p uchraydi. Shuning uchun birinchi navbatda kartani tekshirish kerak. Uchinchi misol, nogironlik bo'lgan shaxs qayta ko'rik sanasini o'tkazib yuborgan. To'lov to'xtagan. Oila ahvoli og'ir-ku, nega to'xtaydi deb norozi bo'lgan. Lekin hujjat muddati tugagani sabab tizim to'lovni davom ettirmagan. Qayta ko'rikdan o'tib, hujjat yangilangach, masala tiklangan. Bu yerda saboq, tibbiy hujjat muddatini oldindan kalendarga yozib qo'ying. 4-misol. Ayol kam ta'minlangan oila sifatida yordam so'ragan, lekin nomida eski mashina borligi chiqqan. Mashinani ukasi haydab yurgan, lekin rasmiy egasi ayol bo'lgan. Tizim uchun mashina ayolniki. Ular mashinani qayta rasmiylashtirmaguncha muammo davom etgan. Saboq shuki, nomingizdagi mulk sizning ijtimoiy holatingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. 5-misol, talaba boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov olardi. 18 yoshga to'lgach to'lov to'xtadi. Sabab kunduzgi ta'limda o'qiyotganini tasdiqlovchi ma'lumotnoma vaqtida topshirilmagan. O'qish joyidan ma'lumotnoma olib, tegishli idoraga topshirgach to'lov qayta ko'rib chiqildi. Voyaga yetgan farzandlar bo'yicha o'qish ma'lumoti juda muhim. Birinchi xato, o'zi biladi deb kutish. Yo'q, tizim hamma narsani o'zi mukammal bilmaydi. Siz huquqingizni hujjat bilan ko'rsatishingiz kerak. Ikkinchi xato, faqat og'zaki so'rash. Og'zaki javob muammoni hal qilmasa, yozma ariza bering. Qabul qilingan sanani saqlang. Uchinchi xato, hujjatlarni oxirgi kunga qoldirish. Ayniqsa nogironlik muddati, subsidiya muddati, bolalar nafaqasi muddati. Karta muddati oldindan tekshirilishi kerak. 4-xato, boshqa odam nomiga karta ishlatish. To'lov ko'pincha oluvchining o'z hisobiga bog'lanadi. Begona karta, qarindosh karta, eski hisob raqam muammo tug'dirishi mumkin. 5-xato, mulkni norasmiy sotish. Avtomobil yoki uy, pulini oldim, hujjatini keyin qilamiz deb qolsa, davlat bazasida hali ham sizniki bo'ladi. 6-xato, firibgarlarga ishonish. Nafaqani tezlashtirib beraman degan har qanday odamdan ehtiyot bo'ling. Faqat rasmiy idora, davlat xizmatlari markazi, bank va qonuniy platformalar orqali ish qiling. Bugungi asosiy gapim shuki, 5 millionga yaqin oluvchilar yoki ijtimoiy to'lovlarga bog'liq oilalar uchun eng katta xavf har doim ham pulning butunlay bekor qilinishi emas, balki ma'lumotdagi xato, hujjat muddati bank kartasi, oila tarkibi. Daromad yoki mulk sabab to'lovning kechikishi va vaqtincha to'xtab qolishidir. Buni oldini olish mumkin. Hujjatlaringizni tekshiring, kartangizni yangilang, oila tarkibini aniqlang, daromad va mulk ma'lumotini ko'ring. Muddatlarni o'tkazib yubormang. Rad javobi bo'lsa, sababini yozma oling. Men ekspert sifatida sizga shuni aytaman. Kim o'z hujjatini nazorat qilsa,
kim savolni aniq bersa, kim arizani yozma topshirsa, o'sha odamning muammoni hal qilish imkoniyati ancha yuqori bo'ladi. Beparvolik esa ba'zan bir oilani bir necha oy pulsiz qoldirishi mumkin. Sizda ham shunday holat bo'lganmi? Pensiya, nafaqa, subsidiya yoki moddiy yordam kechikkanmi? Sababi nima bo'lganini izohlarda yozing. Boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pul olayotgan yaqinlaringizga albatta yuboring.